Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoda esa biz HTMLda formlar bilan ishlashni o'rganamiz. Keldi, birinchi bo'lib formni yozib olamiz. Form yozganimizdan keyin formning ichiga input yozamiz. Inputni birinchi placeholderni esa ismingizni kiriting deymiz. Ismingizni kiriting. Ikkinchi inputni placeholderni esa email kiriting va type'ini esa email qilamiz. Uchinchi inputni placeholderni esa parol kiriting bo'ladi. Parol kiriting va type'ini esa password qilamiz. Password va inputdan keyin bitta select ochamiz. Selectni ichida ikkita option ochamiz. Birinchi option, ikkinchi option va birinchisini ichida O'zbekiston deb yozamiz. O'zbekiston. Ikkinchisini esa ichida esa Qozog'iston deb yozamiz. Qozog'iston va selectdan keyin text array yozamiz. Text array bu text arrayni ichiga placeholder qilib izoh yozish qilamiz va eng pastda esa bitta tugma yaratib, button yaratib unga yuborish qilamiz. Keldi. Endi sizlarga mana shu kodni to'liq tushuntirib beraman. Form bu formaning asosiy qutisidir. Barcha input, select, option, text array, buttonlarni shu tag ichida yoziladi. Input esa ma'lumot yozish uchun kiritiladi. Input type text esa bu oddiy matn yozish uchun ishlatiladi. Masalan, ism yoki familiyalar. Type email esa bu faqat Gmail kiritish uchun ishlatiladi. Type password esa bu har xil yozgan harf yoki kodlarni yulduzcha qilib yashirin ko'rinadi. Placeholder esa bu input ichidagi kulrang yozuv. Placeholder ismingiz, misol uchun emailingiz, parolingiz, foydalanuvchi nima yozish kerakligini ko'rsatadi. Select esa bu ochib yopiladigan ro'yxatdir. Country tanlash uchun juda ko'p ishlatiladi va option esa select ichidagi variantlar. Misol uchun option O'zbekiston, option Qozog'iston va text array bu katta matn yozish uchun ishlatiladi. Misol uchun kommentariy, izoh yoki xabardir. Button esa bu oddiy tugma, bosilganda form jo'natiladi. Keyin mana shu kodni endi laser qilib ko'ramiz. Laser qilganimizda ko'rishingiz mumkin. Ism yozamiz, Mumtoza va bu yerga email kiritmasangiz xato ko'rsatadi. Uning uchun gmail.com yozish kerak va parol yozamiz 123 Qozog'iston tanlaymiz va nice deymiz va yuborishni bosamiz va bu yerda esa shuningdek qilib biz HTMLda form yaratishni o'rgandik. E'tiborli uchun kattakon rahmat. Hammaga xayr.